Hammaga salom, sizlar bilan yana Teddy PUBG. Xo'p, bu video 2026-yilda PUBG uchun $100 ga telefonlar haqida bo'ladi. Joyingizga yaxshilab joylashib oling. Biz unda videoni asta-sekin boshlaymiz. Xo'p, birinchi telefonimiz iPhone 8 Plus bo'ladi. Xo'p, iPhone 8 Plus Apple A11 Bionic chipi joylashtirilgan va o'yinlarda bemalol 60 FPS patlashiga qiladi. Bu telefonimizning kamerasi 12 megapiksel bo'ladi va uni og'irligi 202 gram bo'ladi. Xo'p, asta-sekin biz ikkinchi telefonga o'tamiz. Xo'p, ikkinchi telefonimiz o'sha legendarniy Redmi Note 8 Pro. Xo'p, Redmi Note 8 Pro unda MediaTek Helio G90T protsessor joylashtirilgan va bu ham 60 FPS patlashiga qiladi. Xo'p, buning kamerasi 64 megapiksel bo'ladi va og'irligi 200 gram bo'ladi. Redmi Note 8 Pro ning batareykasi 4500 mAh bo'ladi va u bemalol sizga 3 soatga PUBG o'ynashingizga bemalol yetadi. Xo'p, endi uchinchi telefonimiz. Uchinchi telefonimiz Samsung S9 Plus. S9 Plusda Samsung Exynos 9 Octa 9810 protsessor joylashtirilgan. Kamerasi 12 megapiksel bo'ladi. Unda batareykasi 3500 mAh va bu ham 2,5 soatga PUBG o'ynashingizga yetadi. Bu telefon ham 60 FPS bemalol patlashiga qiladi. Uning og'irligi 189 grammni tashkil etadi. Xo'p, mana bizlar top 3 ta telefonni ko'rib chiqdik. Kanalimizga obuna va like bosish esingizdan chiqmasin. Bundan sifatli kontentlar keyingi videoda. Shu video yana 500 like qadam bo'lsa $200 ga PUBG uchun eng zo'r variantli telefonlarni ko'rib chiqamiz. Hammaga xayr, sizlar bilan yana Teddy bo'ldi.